bankimiz mijozlari mana bugun mijozlar bilan uchrashib, shu 3 tajribasi asosida ularning masalalarini yechib, shu orqali bir ish o'rinlarini yaratish bo'yicha sizlar bilan uchrashyapmiz. Bugungi uchrashuvimizda qatnashadiganlardan men Yusuf Sherali Safarovich sizlar. Siz masalalarni bo'lsa bir boshdan gaplashib ketaveramiz. Nima masala bor sizda? Shu bizda hozir mahalla loyihasi bo'yicha 8 ming pul olyapmiz. O'zimiz buni fan qildik. Bunda biz chorvachilikka paket qilyapsiz-da. Maqsad o'sha mahalla loyihasidan kredit olib va bu paketlardan amalga oshirish. Xudo xolasa masalangizni kun ichida hal qilishga harakat qilib javob hal qilib beramiz. Keyingi masalalar mana Hamzali Ulug'bek Bahramjonovlar sizlar Usmonov Sherzodjon Erkinovich sizmi? Oripov Qosimjon Anorboy o'g'li Hakimov Sherali Melqo'ziyevichlar qatnashyapti yig'ilishimizda. Hammalar endi nima masala bo'lsa bemalol aytaverasizlar, mana kredit masalasimi yoki boshqa masalalarni atroflicha o'rganib, tegishli sizlarga xudo xolasa ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Mabodo hal qilish imkoni bo'lsa, sizlarga yozma tarzda biz bu savollarni asoslantirgan holda murojaat qilib, haq bilan murojaat qilamiz.